Hurmatli Shavkat Miromonovich, men bir oddiy insonman. Shu jamiyatga ziyonim tekkan emasman, xudo xolasa. Men sizdan iltimos qilib so'radim. Shu amaldorlarni, shu bizniki ham Abror Muxtor Ali amaldorlarni bitasizlar. Xohlaganlarcha qaynalarini haqorat qilibdilar. Shuni haqorat qilmang desa ham shu xohlaganlarcha haqorat qilibdilar. Shuni o'zingiz bir ko'rib nazoratingizga olsangiz iltimos qilardim sizdan. Hammangiz ko'rib turganingizda, videoda prezidentga murojaat qilayotgan odam bilan kelin kuyovga fotiha berayotgan odam, Ashror va xotiniga fotiha berayotgan odam bitta odam. Ya'ni Ashrorning qaynotasi. Shu yoqda bitta savol tug'iladi. Savol. Shunda Ashror men qiz uzatdim, uyimdagi sinimni uzatdim, sinimni dugonasini uzatdim deganda o'zini xotinini uzatdimi kimgadir? Bu dayus yoki